Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq əmdü sana Cənabı Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizə, ailə tavabatlarına və onunğa taki qiyamətkiş əgəşkənlərə dürd salamlar bolsun. Barlıq alimlərinin birdək icması bilən Roza Eid və Qurban Eid günlərində roz tutuş haram. Bu günlərdə meyli nəflə, meyli mutlaq nəzr, meyli Ramazanның qazası, meyli kəffarat rozu bolsun, hər qandaq rozunu tutuşqa bolmaydı. Çünki bu ikki Eid günlərində roz tutuş iniq və sahih hədislər bilan cheklangan. Agar bir kishi bu kunlarda roz tutish haromligini bilmay roz tutgan bo'lsa, rozini buzib o'tishi vojibdir. Abu Ubayd rivoyat qilib mundaq deydi: "Men Eidda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan birga bo'lgan edim. Bu ikki kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam roz tutishdan cheklagan kunlardir. Biri rozanglardan eg'iz ochgan roza Eid kuni, yana biri qurbanliqlarni yeydigan Qurban Eid kuni" dedi. Yahya rivoyat qiladi-ki, Abu Said radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam roza Eid bilan Qurban Eid kunlari roz tutishdan cheklagan. Ata ibn Mina Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq so'zlab bergan: ikki kunda roz tutish va ikki xil savdo qilish cheklanadi. Ya'ni roza Eid kuni va Qurban Eid kuni roz tutish, qarab baqmayla tutib beqib savdolashish, qarab baqmayla tovar tashlashib savdolashish. Ziyad ibn Jubayr rivoyat qilib mundaq dedi: Bir adam İbn Ömer radhiyallohu anhumaning yeniga kelib, bir adam bir kun roz tutishga nazr qilib olgan ekan. U adam dushanba kun dedi-go deyman. Shuning bilan u kuni Eid kuniga to'g'ri kelib qopti, dedi İbn Ömer radhiyallohu anhuma. Allah nazrni ado qilishga buyurgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lsa, bu kunda roz tutishni cheklagan, dedi. Qaza'a rivoyat qilib mundaq deydi: Abu Said radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan 12 qitim g'azotga qatnashgan kishi edi. Men uningdan mundaq deb anglagan: 4 so'zni men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anglagan edim. Bu so'zlar menga bakli yiqib qoldi. Ayol kishi yo'ldishi yoki mahrami billa bo'lmasa, 2 kunlik yo'lga safar qilmasin. Roz Eid va Qurban Eid 2 kunda roz tutish yo'q. Bomdoddan keyin kun chiqqcha, asrdan keyin kun patqichi bo'lgan araliqda namoz o'qish yo'q. 3 masjiddan boshqa masjidga alohida safar qilinmaydi. Ular Masjid-i Haram, Masjid-i Aqsa va mening mushu masjidimdir. Ulamolarımızning bayon qilishicha, 2 Eidning birinchi kunlarida roz tutishning harom qilinishiga hikmat shuki, roz Eid kunida roz tutishni cheklash orqali yilda bir qatim keladigan eng cho'ng farz ibodatlarning biri bo'lgan Ramazon rozasini boshqa nafl rozadan ayirish hamda uning boshlanishidan 1-2 kun burun roza tutishni va undan keyinmi roz Eid kunida roza tutishni cheklash orqali Ramazon rozasini xristianlardek farz qilingan miqdordan oshirib o'tmaslikka kafolat qilishdir. Qurban Eid kunimi umrda bir qatim farz qilingan eng cho'ng ibodatlarning biri bo'lgan haj ibodatidan keyin keladi. Bu kunda qurbonlik qilish yo'l qo'yilgan. Navada bu kunda roza tutib olsa, haj jaffosidan aram olmaslik va kunduzi qurbonlikdan yemaslik kelib chiqadigan bo'lg'achqa, uningda roza tutish harom qilingan va Alloh taolo bandalarni bu 2 kunda eg'iz ochishga buyurgan. Natija e'tibori bilan bu kunlarda roza tutilish Alloh taoloning bandalarga bergan ziyofatini qabul qilmaganlik bo'ladi. Roza Eid kuni Eid namoziga berishdan burun nashta qilishning, shundaqla Qurban Eid kuni qurbonlik go'shiga eg'iz tegishning sunnatligimi u 2 kunda roza tutmaslikni ko'rsatadi. Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam roza Eid namoziga bir necha tal xurmo yemasdan mangmaydi. Imom Ibn Qudama mundaq deydi: Agar Eid kuni Alloh uchun roza tutishni nazr qildim desa, bu gunoh ishni nazr qilish bo'ladi. U yana mundaq deydi: Eid kunni Ramazonga tava deb o'ylab qilib roza tutgan bo'lsa, keyin u kunning Eid kuni ekanligi ayon bo'lsa, rozasini davomlashtirishi uningga harom bo'ladi. Odatda Zulhijja oyining 5-dagi 10 kunda qilingan amal ibodatlarining fazilatining kattaligi oyat va sahih hadislarda bayon qilingan turuqliq bu kunlarning faqat 9 kunida roza tutishning fazilatli amal doirasiga kiradiganligi, 10-kuni roza tutishning harom va ma'siyat bo'lganligimi
hayit günde roza tutsa zadi bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Agar yil bo'yi tashlamay roza tutsa, roza tutmagan qatorda bo'lganligini shuni ta'kidlaydi. Ata Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yil bo'yi tashlamay roza tutgan kishi roza tutmagan bo'ladi degan so'zni 2 qatim takrorlagan. Chunki yil bo'yi tashlamay roza tutgan kishi 2 hayit kuni bilan tashriq kunlaridan iborat roza tutishi harom qilingan 5 kunda roza tutgan bo'ladi. Tashriq kunlari Qurban hayitining 2, 3, 4 kunlari bo'lib, bu kunlar Haj surasi 203-oyatda tilg'ilingan sanoqli kunlardir. Bu kunlardami roza tutish harom qilingan. Buningga asosan Qurban hayitining 1-kundan boshlab jami 4 kun roza tutish harom bo'ladi. Nubaysha al-Huzayli radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Tashriq kunlari yeb ichish kunlaridir. Yana bir rivoyatda tashriq kunlari yeb ichish va Allohni zikr qilish kunlaridir degan. Yana bir rivoyatda Mina kunlari yeb ichish kunlaridir degan. Urva Aisha radhiyallohu anhadan, yana Salim Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha bilan Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq degan: Qurbonlik topolmaganlardan boshqalarga tashriq kunlari roza tutishga ruxsat qilinmagan edi. Yuqoriqilarga asosan roza hayitining 1-kuni roza tutish harom. Bu kunda Ramazon rozasini tamomlash niyatida so'rlik qilishmi harom. Roza tutib bo'lgan taqdirda shu kunning hayit ekanligi aniq bilgan aman rozasini buzib o'tishi vojib. Biror o'rinning yoki shaxsning xaloyiqqa bu kunlardami roza tutishni tengishi shariatga zid bo'lganligi uchun rad qilinadi. Qurban hayitining 1-kuni va uningdan keyingi 3 kunmi shuningga o'xshash. Faqatla 5-kundan boshlab roza tutishga ruxsat. Bundaq bo'lgan ekan, roza hayitining 2-kunidan va Qurban hayitining 5-kunidan boshlab nafla yoki qazo yoki kaffarat va yoki nazr rozalarni tutsa bo'ladi. Vallohu a'lam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh 2015-yil 9-oyning 13-kuni. Fatvolar majmuasi 2-tom 39 numberlik fatvo.